Hozir mana shu akkumulyatorlarni birgalikda invertorga ulaymiz. Yuragi sizlar qaramay tursin. Tak, mana plusni olib kelamiz. Plusga ulaymiz. Qaytirlar, kalit bilan ham qisamiz hali. Xo'p, minusni olib kelamiz. Ularni yechamiz va ulaymiz. Yana aytyapman, qaytarlar uchun kalit bilan qisamiz. Hozir kalit shogirdim kalit olib kelgan ketdi. Prosta o'ylash uchun ko'rsatib beryapman. Darrov boshlamanglar. Bunaqa bo'lmaydi, bu bunaqa bo'lmaydi deb. Mana to'g'rilasa, ularni tayyor. Yoqamiz. Yondi. Batareya mana 46 volt beryapti. Sonuncu panel ko'taramiz. Sonuncu panelimiz 431 volt bor. Invertorimiz ishga tayyor. Chiqish 230 tayyor. Bu yerda nima bo'ladi deganlar? Bu yerda davlat toki ulangan, mana hali shetimizda tok yo'qligi uchun turibdi. Davlat tokini ko'targanda mana bu yerda davlat tokini ko'rsatadi. Bu chiqish, bu panelniki, bu akkumulyator 53 volt o'zi mana ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlarmi? Tash bu nimani hisobiga? Zaryad tashakoni hisobiga shuncha ko'rsatyapti. Watt потребление mana bu yerdan потребление ko'rsatadi. Потребление hozircha yo'q. Svetlari yoqsa mana 49 watt 180 watt o'sha потребление olyapti hozir. Qazon svetlar yondi mana shu. Lampochkalar shu yerda. Bu yerda dachcha движение qo'yilgan. Dachcha движение faqat tun uchun. Amir qorong'u bo'lganda yo'q. Hozir ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana. Faqat tun uchun. Все. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.